Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz muvofiqlashtiruvchi o'qlar. Muvofiqlashtiruvchi o'qlar nima uchun kerak bo'ladi? Muvofiqlashtiruvchi o'qlar shuning uchun kerak bo'ladiki, har bitta bino va inshootlarda inshootlarning qurilishida yuk ko'taradigan konstruksiyalarni holatini belgilab beruvchi shartli belgilar bo'ladi. Shulardan biri muvofiqlashtiruvchi o'qlar. Muvofiqlashtiruvchi o'qlar quyidagicha bo'ladi. Demek, muvofiqlashtiruvchi o'qlar shtrix punktdir chiziq yordamida chiziladi. Shtrix punktdir chiziq yordamida chiziladi. Shtrix punktdir chiziq yordamida chiziladi va quyidagicha bo'ladi. Demek 20 yazacağım 20 olamaz. Mana o'qlar to'g'rini chizib oldik. O'qlar to'g'rini chizib oldik. Demak, endi buni tashqi nimalarni mana bunday agrajleniya qilib qo'yamiz. Demek mana bunday holat. Endi bu holatda nima narsalar bor? Demak, mana bu shtrix punktda chizilgan chiziqlar, bular yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning holatini aniqlab beradigan chiziqlar bo'lib hisoblanadi. Bu ingichka o'sha shtrix punktda chiziq yordamida chiziladi. Endi bularda nimasi quyidagicha bo'ladi. Belgilanish. Demak, bularning belgilanishida demek, mana bunday aylanlar ichiga belgilanadi. Mana bunday forma. Muvofiqlashtiruvchi o'qlar demak, bularni belgilanish tartibi pastdan yuqoriga rus kiril harflari yordamida A, B, S. Fakat bu yerda 6 ta belgi var. Şu 6 ta belgiden tashqarisidan. Demak, bular yumshatish belgisi, ayirish belgisi, U harfi va Ş harflaridan tashqari harflardan foydalaniladi. Endi mana bu pastki tomondan esa demak raqamlar yordamida, arab raqamlar yordamida 1, 2, 3, 4 belgilanadi. 4 etib belgilanadi. Endi bu yerda nimani e'tiborga olishimiz kerak? Demak, mana bu o'qlar orasidagi masofa bu qadam deb ataladi. Demak, yana bir bor qaytaraman. Demak, rim raqamlari yordamidagi. Demak, mana bu oradagi masofa qadam deb ataladi. Endi mana bu
harflar bilan belgilangan o'qlar orasidagi masofalar esa paralel deb ataladi. Paralel deb ataladi. Endi bu yerda biz mana bu aynalarda diametri quyidagicha bo'lishi kerak. Demak, birinchisi bu quyidagicha bo'lishi kerak. Demak, bular 6 millimetrdan, yana mana bu aynalarda diametri 6 millimetrdan 12 millimetrgacha bo'ladi. 6 millimetrdan 12 millimetrgacha bo'ladi. Endi bunda 6 millimetr bo'lishi uchun demak, mana bu aylananing diametri 6 millimetr qachon bo'ladi degan narsaga quyidagi javobni berishimiz mumkin. Demak, bu 1 ga 400 va undan kichik masshtabda chizilgan bo'lsa, demak, mana bu o'qlar rejasi 1 ga 400 va undan kichik, ya'ni 1 ga 400, 1 ga 500, 1 ga 1000 va hokazo chizilgan bo'lsa, demak bu yerda mana bu krujoklarimiz, ya'ni aylanlarimiz diametri 6 millimetr bo'lar. Keyingisi 8 millimetr. 8 millimetr qachon bo'ladi? Demak, 8 millimetr bu 1 ga 200, 1 ga 200, 1 ga 100 masshtablarda chizilgan o'qlar rejasiga, demak, o'qlar rejasida mana bu aylanalarımızda diametri 8 millimetr bo'lar. Endi 10 millimetr bo'lishi uchun, demak, 1 ga 50 masshtabda chizilgan o'qlar rejasida bu aylanalarda diametri 10 millimetr bo'lar. Endi 12 millimetr bo'lishi uchun, demak, bu 1 ga 25, 1 ga 20 va 1 ga 10 masshtabda chizilgan o'qlar rejasida, demak, bu nimalarni diametri 12 millimetr bo'ladi. Yana bir bor, hurmatli bir o'qlar rejasi nima uchun kerak? Bu muvofiqlashtiruvchi o'qlar nima uchun kerak? Bu muvofiqlashtiruvchi o'qlar yuk ko'taradigan konstruksiyalarni holatini yana bir bor belgilab beradi. Ya'ni devorlar mana shu nimalarga nisbatan olinadi. Uni keyingi darslarda sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.